Yuz tuzilishi chiroyli bo'lgan insonlar tabassumlari ham chiroyli va yoqimli bo'ladi. Yuz tuzilishida qiyshiqligi bor, prikuslari qiyshiq, hatto tishlar ham qiyshiq bo'lgan insonlarda tabassumi xunuk bo'ladi. Shularga e'tibor berganmisiz? Bu shunchaki genetika emas. Yuz shakli bevosita jag'larning rivojlanishiga bog'liq. Bu esa o'z navbatida nafas olishga bog'liq. Inson burni bilan nafas olganda va tilni tanglayga tekkizib turganda, til tabiiy ravishda yuqori jag'iga bosim o'tkazadi. Uni kengaytiradi va uyg'un yuz chiziqlarini shakllantiradi. Ammo bolalikda nafas olishi buzilgan bo'lsa, masalan, burni doimo bitib qolishi tufayli inson og'zi bilan nafas ola boshlaydi. Til pastga tushadi va butun yuz boshqacha rivojlanishni boshlaydi. Yuqori jag' tor va botiq bo'lib qoladi. Yuzning pastki qismi pastga va orqaga siljiydi. Jag' prikuslari o'zgaradi, hatto burunning o'zini o'zi tozalashi ham buziladi. Doimo burun bitishi bu shunchaki shamollash emas. Bu bolalarda kislorod yetishmovchiligi, uyqu buzilishi, xurrak yotish va yuz shaklining o'zgarishining sababchisi hisoblanadi. Sog'lom burun orqali nafas olish bu nafaqat qulaylik, balki chiroyli tashqi ko'rinish, to'g'ri jag' prikusi va kelgusi yillar uchun to'laqonli salomatlik hisoblanadi. Bunday og'ir asoratlarga olib kelmaslik uchun farzandingizni o'z vaqtida tekshiruvdan o'tkazing. Adenoid bo'lsa, adenoiddan xalos eting. Burundan nafas olishni tiklang. Va bu bilan siz kelajakda farzandingizning chiroyli tabassum va chiroyli yuz tuzilishiga ega bo'lasiz.